Sardor tanish. Bular Xoliq doda bo'ladilar. Mashinanichi piri bo'lib ketganlar. Xullas, bugundan boshlab shotda ishlaylar. Sistema bilan tanishtirasan, men ichkarida bo'laman. Sizlar bemalol boshlayveringlar. Bo'ldi doda, ertaga tasir uchrashamiz. Baraka. Hop. Sardor, birinchi mashinamni baraka qilib keldim. Mana. Ha, baraka toping doda. Endi men buni cho'nchagiga solib qo'ying. Sardor nima qilganing? Axir bugun birinchi kun ish kunimi? Pulim bor. Pulli kam ko'pi bo'lmaydi doda, kam ko'zlik ishlatib turasiz. Shoddaman xizmat bo'lsa. Oga, mashinaning kraskasiga javob beraman. Bexavotir olavering. Sardor, 1 minutga qarab yor. Hozir aka 1 minut. Sardor, hamma ishlarni qilib bo'ldim. Men bu kelgan oxirgi mashinamiz. Men endi sekin ketdim uyga. Mashinangiz bormi? Nima degani-yu? Bir deganda avtobusda yetib olaman uyga. Katta odam, avtobus nima qilasiz? Hozir men savdani qilib, men mashinada o'tirib turing, birga tashab qo'yaman o'zim. Sizdan 250 ming bo'pti. Voy o'g'lim, oldimda 200 so'm pul bor ekan. 50 so'mini 2-3 kunda tashab ketsam bo'ladimi? Doda, tinchlikmi nima bo'pti? Ko'rmaysanmi? Narsa oldim 50 ming yetmay qoldi. Ha, bo'ldi, shuni ham o'ylaysizmi? Ukam, men buni olib qolgan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling aka, nima xizmat? Xoliq doda shu yerdamidili? Ha, hozir. Doda. Sizni so'rashyapti. Hozir. Ha bolam, yaxshi keldingmi? Men aytgan pul o'xshadimi, adi? Bolam, seni uchun o'xshatib qo'ydim. Mana o'g'lim. Rahmat, adi. 5 minut to'xtab tur. Meni ham ishim tugab qoldi. Uyga tashab ketarmiding? Adi, ishlarim ko'p, bilasiz-ku. Amallab yetib olarsiz bu narsa qilib. Bu bola kim, doda? Eng kichkina toyim Doniyor o'g'lim bo'ladi. Ha, Ko'tintekda jentralari bor ekan. Sizni shunday uyga tashab qo'ysa bo'lardi-yu. Sardor ukam, otalar farzandini boshiga muammo tushgandagina eslaniladi. Bu narsani o'zing farzandlaring katta bo'lganda bilib olasan. Omon bo'l.